Soğuq seylak işletiladiganmış lazıcanı men ügütüp qo'yma deb sizlarga va'da qilgan bugun to'liq ügütüp qo'yma. Unda o'z mazmunni bir to'liq ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Unda o'z boshlab ketdik. Oldi bilan bir tal yurak bilan yulduzni cho'qim besib mazmunni saqlab mengin, keyin izdigan vaqtida topolmay qolasiz. Mayga tam puroq kirgizgan materiallarni bir tushuntirib qo'yay. Shaoxushang, bajao, huajao, shangye, guipi. Mayning qirtaq ta'mini yo'qotadigan materiallarni bir tushuntirib qo'yay. Bosh piyoz, so'ng piyoz, zanjivil, samsaq, shangsay. Bununğa çoxum ikki xil lazı işletimiz. Ma bolsa jirgirak soqqan lazı, ma bolsa uvaqraq soqqani bunun açıq, normal va üzənglərinin açıq yelçinlər qartan normal işlətsənglər buludu. Hər ikilisini teng nisbat işlətsənglər buludu. Mening ma işletkinim bolsa 350 gramdan kildi. Ma 350 gram, ma tomla bizmi 350 gram kilodu. Əmdi bu lazımımızın teximi puraqlıq, teximi təmlik chiqish uchun ma açıq suydan yarım piyola qo'yitimiz. Açıq suvni qo'yib tekşi bir aralashtirib etgandan keyin yana buningga sumaydi muvofiq miqdorda qo'yib lazini namdib olamiz. Açıq suv bilan sumay qo'yib lazini namdib olsak, may quygan vaqtidami kuyib ketmaydi, purqimi intayin no chiqadi. Ko'rib mushaygacha kapsizlar, qo'llashimizdan haqsiz bo'lgan bir tal yurakni besib, inkas rayonga gullarni, xo'y belgilarini yo'llab qo'yinglar, qo'shimg'anlar, qo'shilinglar. Bunda yaxshi mazmunlarni men davomli yo'llab berma. Lazımızımı tayyor qilib oldik. Endi buningga maydan jiqroq qizitimiz. May jiqroq qizib qolsa hech nima bo'lmaydi. Mayni oz qo'yib qo'ysanglar, yana qaytadan qizish to'g'ri keldi. Mushunchalik atrofida may qo'yib olsanglar bo'ladi. Mayni qo'yiblar sovuq mayga bosh piyoz, so'ng piyoz, samsaq, zanjibillarni solamiz, shangsayni oxirida solamiz. May birdam qaynagandan keyin endi quruq daliyalarni solamiz, puroq materiallarni silib, o'tni normal tangshab, mushu maydagi g'ayri puroqni yo'qotib, mayga tam kirgizib olamiz. Sog'an materialimizning rangi sal o'zgarishga borgandan keyin eng oxirida shangsayni solamiz. Shangsayni sep bo'lgandan keyin mana abay biz tayyor qilib qo'ygan lazimiz, mana mushalatda namdib olamiz, ham lazga puroq kirgizib olamiz. Sağan materiallarni bak qaritib etmaymiz. Mushalatda bo'ldi. Buning purq bilan tam mayga chiqib bo'ldi. Bak qaritib etsak, qirtaq chiqib oladi. Maydagi qilib qolgan dardamalarni pak süzib elib etgandan keyin mayni yana bir daraja qizitib olamiz. Amdilikda oq kunjutni xam oq kunjut pishiq emas, xam oq kunjutni ustiga mushalatda yeyitib olamiz. Mayni mana mushalatda qizitib oldik. Bak qizitib etmaymiz, mana normal qizitib oldik. Endi bu mayni mushu zimaning ustiga qo'yamiz. Zimaningmi intayin mizli xushbaroq ta'm chiqadi. Mayning yarmini qo'yib etgandan keyin oldi bilan bir qitim aralashtirib o'tamiz. Endi bu lazjaning eng muhim yeri keldik. Endi buning tuz ta'mini tangishib olamiz. Azroq vaqtinglarni olgan bo'ldim. Yemak kasbini qilayotgan yoki qimmat cho'g'an do'stlarga noch tangshalgan kebab dorisi, shavkov dorisi, dapanji, lag'mansay dorisi eng ishonchli dorixurishlar menda bor. Boshpatlik undadarni qo'shib lozim bo'lsa aloqalasangiz bo'ladi. Buningga mushta tamoq yeydigan qo'shiqda bir qo'shiq atrofida tuz silitimiz. Shikardami bir qo'shiq silib etgandan keyin bu lazjang mana tayyor bo'ldi. Buni so'g'uq saylarga ishlatamsizlar, uylardamish tamoqlarga silib yemsizlar, ta'mi alaydi, nochi, purq bak kuchli chiqadi.